8-trek. Birovga aytib bo'lmaydigan dard. 5-fasl. Er-u xotin bir-birining libosi. Qur'oni Karim. Halol ayolga halol erkak ravoyi shar'idir. Hadis. Bobo Mochin Abduraufni izlab ketdi. Odatda darvishlar biror shayx yoki avliyo qabri yonidagi xonaqohda, masjidlarda yoxud boy badavlat kishilar tomonidan solingan musofirxonalarda istiqomat qilishardi. Bobo Mochin yeloyoq emasmi? Bir choy qaynaydigan fursat ichida shaharni 2 aylanib chiqdi. Abdurauf topilmadi. Boboqul labini tishlab karvonsaroy oldida turib qoldi. Biroq ichkari kirmadi. Negaki biladi. Darvesh zoti borki, karvonsaroyga qadam bosmaydi. Ularning ahdi shunaqa. Karvonsaroy o'z nomi bilan karvonsaroy. Bu yerda mayxo'rlik ham bo'ladi, qimor ham o'ynaladi, qul savdosi ham avjiga minadi. Karvonsaroy tijorat ahlining, simu zar dardida jon tikib, jafo chekib yuruvchilarning sevimli maskani. Abduraufdek mubham va chigal dardga giriftor bo'lgan bechora bu yerda ne qilsin? Abdurauf kutilmagan yerda yo'liqdi. Bobo Mochin yeldek izg'ib masjidlar, madrasalar hovlisini aylandi. Hafsalasi pir bo'lib iziga qaytdi. Shu payt eski qabriston yonidagi tashlandiq takyaxona oldida bir itni ko'rib qoldi. Quloqlari dumi kesilgan sahroyi it takyaxona tarafga baqrayib qarab turardi. Boboqul yomon xayolga bordi. Birorta go'r ochilib qolgan bo'lsa, it maytni ko'zlab turgan bo'lmasin, deya burildi. Bobo Mochinning vajohatli kelbatini ko'rib, it taysalladi. Yonboshlab chekindi. Boboqul takyaxonaga mo'raladi. Ichkarida endi ko'tarilgan kuz oftobiga o'zini solib bir darvish o'tirardi. Boboqul yaqin bordi. Darvishning egnida yengil malla to'n, boshida 4 burchakli jun qalpoq. O'zi kallasini osiltirib xayolga tolgan. Temir halqalik asosi tizzasiga ko'ndalang tashlangan. Go'yo aso uni suyab turgandek, yo'qsa boshi butiga kirib ketadigandek edi. Boboqul qisqa yo'taldi. Darvish parvo qilmadi. Salbi vujud aylabdi, deb o'yladi Boboqul va yaqinroq bordi. Nechun bu xarobada yolg'iz o'tiribsan, ey mo'min? Dedi Bobo Mochin begonaning tepasiga borib. Darvish boshini ko'tardi. Juft edim, yolg'iz bo'ldim. Darvishlar hikmati. Alloh bilan suhbatda edim, sen kelding. Uning vasidan judo bo'ldim degani. Bu Abdurauf edi. Bobo Mochin uning bilagini ushlab, tomirini paypasladi. Abduraufning yuragi tez-tez urardi. Shayxim sen birla so'ylashmoqchi, dedi Bobo Mochin. Qani, bismillah deb o'rningdan tur. Darvish bosh chayqadi. Shayx oldina ham, uyga ham bormayman. Boshimni olib, cho'li biyobonga chiqib ketaman. Yo Alloh, ne kunlarga solding bu qulingni? Telbalik qilma, Abdurauf, dedi Bobo Mochin va asoni olib yigitga tutqazdi. Ixtiyoran bormasang, qo'ltiqlab keturman. Pirim har kimsani ham huzurlariga chorlab suhbat qurmaydur. Dardingni o'z og'zingdan eshitmoqchilar. Yur, oldimga tush. Abdurauf noiloj o'rnidan turdi. Shayx Arslonbob xonaqosida o'tirorlik ruhoniylar bilan suhbatlashib o'tirgan edi. Bobo Mochin kirdi. Pirim, o'shal yigitni topdim. Inoyatingizga muntazir. Ulamolar birin-sirin chiqib ketishdi. Shayx yonida yolg'iz sirdoshi Hakimxo'ja Sulaymon qoldi. Abdurauf kirdi.
U hujra o'rtasiga borganda tiz cho'kib yukindi. Shayx Abduraufning pajmurda holatiga, nursiz ko'zlari, siniq yuziga qarab qo'ydi. Bu yigit hozirgina eng aziz kishisini ko'mib kelgan kimsani eslatardi. Abdurauf boshini ko'tarib Hazratga qaradi. U 1 yildan beri darvishlar to'dasiga qo'shilib yuribdi. Lekin Hazrat bilan ilk dafa yuzma-yuz bo'lishi edi. Shayxning karomatlari haqida ko'p rivoyatlar eshitgan. Shayxning suti bosarmish, uning ro'parasida hokimlar o'zini emin-erkin tutolmas emish desalar, bu bir hamoqatda deb ishonmagandi. Mana endi o'zi shu ahvolga tushdi. Shayxning qandaydir sinovchan va mungli nigohiga dosh bera olmay yerga tikildi. Yuragi dukkilladi. Qulog'iga bosiq, go'yo tahdidli tiniq tovush eshitildi. So'ylang yigit, ne bo'ldi? Nechuk 2 g'aribani tang ahvolda qoldirib, tarki xonadon etib yuribsiz? Bu shayxning ovozi edi. Abdurauf indamadi. Kallasini osiltirgancha o'tiraverdi. Shayx 2-chi marotaba so'raganda Abdurauf oq kigizdan ko'z uzib, Hazratning yuziga cho'chibroq razm soldi. Tili arang kalimaga keldi. Shayxim, mening dardim og'ir. Birovga aytib bo'lmaydigan savdoga yo'liqdim. Shayx bu yigit begona kishilar oldida sir ochgani nomus qilayotir degan andishaga bordi va Bobomochinga imo qildi. Boboqul eshigini asta yopib chiqib ketdi. Abdurauf Hakim xo'ja Sulaymonga qarab qo'ydi. Bu bizning mahramlardan, dedi Hazrat Sulaymonga ishora qilib. Gapingizga bir guvoh kerak bo'lsa, mana shu Sulaymon guvohlik beradi. Xo'sh, so'ylang endi. Yigit, birovga aytib bo'lmas dard ne ekan o'zi? Zora Alloh taolo shafoati birla mushkulingiz yechilsa. Abduraufning qorong'i ko'nglida umid uchquni chaqnadi. U shayxga sirini aytishi lozim. Birinchidan buni Yassaviy tariqatining ahkomi talab etadi. Muridning o'z piridan yashiradigan sir asrori bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, 1 yil ichida Abdurauf bir necha kishiga dardini aytdi, maslahat so'radi. Barchasi Abduraufning xotinini qoraladi. Tarki xonadon aylab to'g'ri qilibsan dedi. Endi so'nggi yo'l qolgan edi. Agar shayx ham uning dardiga malham topa olmasa, Abdurauf bu foniy dunyodan etak silkib ketmoqchi, yoxud Turkiston elidan chiqib tarki vatan qilmoqchi bo'lgan edi. Hazrat, qulog'imiz sizda degan ma'noda tomoq qirdi. Abdurauf yerdan ko'z uzmay fojia qissasini aytmakka tushdi. O'zim dehqon bolasiman. Qoratog'ning oyog'ida Qaynarbuloq degan qishloq bor. Shu yerdanman. 6 yil bo'ldi qiblagohimizni yerga topshirdik. Mening boshimni 2 qilib ulgurdilar, rahmatli. Biz taraflarda suv ko'p, yaylov ko'p. Shuning uchun chorva tutamiz. Chorva semiz bo'ladi. El qatori nasibamizni terib, yeb yurib edik. Bolalarning ham usti bud, qursog'i to'q edi. Nafs domiga tushib, shu kunlarga qoldim pirim. Abdurauf yutindi. Boshi pastroq egildi. Xo'rsinib davom etdi. 2 yil burun tijoratga bordim. O'zim umrimda oldi sotdi qilib ko'rmaganman. Qaynarda O'tagan boy degan savdogar bor. Shu qo'ymadi. Men bilan yur, 1 yil Xuroson va Shomni aylanib kelsang, ahli ayolingga bir tabaq marvarid topib kelasan dedi. Meni karvonboshi qilmoqchi bo'ldi. Yosh vaqtimdan ot tuya ichida katta bo'lganman.
Jonivorlarning fe'lini yaxshi bilaman. Xudoga shukr, bilagimda 4 qaroqchiga yetgulik kuchim bor. Bir yoqdan oldimda 2 o'g'ilning sunnati turibdi. Ularning qo'lini halollab musulmon qatoriga qo'shish kerak. Bir ortiqcha dunyo bo'lsa, yirtig'imga yamoq bo'lar deb o'yladim. O'tagan boyga xo'p dedim. Ketdik. Buxoro, Marv, Nishopur, Basra qilib Rumgacha boribmiz. Xullas, 1 yil 8 oy deganda qaytdik. Ozib to'zib, volidai mehribon, 2 o'g'il, 1 qiz, alarning onasini o'ylab, sog'inchdan jigarlarim xum bo'lib, o'lib uyga keldim. Enamiz yig'lab bo'ynimga osildi. Sharmanda bo'ldim bolam, 2 dunyoda ro'siyo bo'ldim deb bo'zlaydi. Boisini so'radim. So'rasam betini changallab shu gapni aytdi. Abdurauf, sen ketgandan keyin 1 yil o'tib, xotining homilali bo'lib qoldi. Qorni qappaygach, el yurtdan nomus qilib, ota-onasinikiga eltib tashladik dedi. Bu sharmandalikdan ko'ra musofirchilikda, biron qaroqchining qo'lidami, rishta-mishtaga chalinibmi o'lib ketganim avlo emasmi xudoyim deb nola qildim. 3 kun ko'chaga chiqmay ko'kragimni yerga berib yotdim. Ayolingizni oldiga bormadingizmi? Dedi shayx. Bordim. Meni ko'rib behush bo'ldi. Boshini oyoqlarimga urib yig'ladi. Men badbaxtni o'ldiring. Bundoq yurganimdan ko'ra tiriklay mozorga kirganim yaxshi deb faryod qildi. Bir xayolim uni o'z sochi bilan bo'g'ib o'ldir. Birato'la azobdan qutulasan dedi. Ammo og'zidan ona suti ketmagan norasida go'dakka rahmim keldi. Chirqirab turibdi. Endi u ayol menga harom edi. Bolaning otasini so'radim. Bilmayman dedi. Xalitdan beri jim o'tirgan Sulaymon yoqasini ushladi. Navzambillah. Ul nechuk insonki qursog'ida paydo bo'lgan mavjudotning sababchisini bilmasa, sir ochgisi kelmagan enag'ar. Shayx bir muammoning tagiga yetmay turib hukm chiqaradigan kimsalarni xush ko'rmasdi. Sulaymonga yoqtirmay qarab qo'ydi. So'ng gapiravering degandek yigitga bosh silkidi. Abdurauf shayxning yuzida ilgarigidek qahr emas, andak hamdardlik belgisini ko'rib dadillashdi. Qur'on keltirdim. Ayolim Qur'onni bag'riga bosib qasam ichdi. Harom yo'lga kirgan bo'lsam, shu o'tirgan yerimda til tortmay o'lay. 4 bolamning o'ligini ko'may deb uvoz soldi. Siz yo'g'ingizda begona erkakni qo'lini ushlagan bo'lsam, qaro yerga kiray deb sochlarini yulib yig'ladi. Hayron bo'ldim pirim. Ayolingizni avlod ajdodi qanday odamlar? Alarning urug'ida kazzob, qasamxo'r, xotin qo'ygan, eridan chiqqan kimsalar bormi? Yo'q. Ayolim o'zimizni qavmimiz pirim. Tog'a yurtimdan olganman. Bizni urug'dan qiyshiq qadam bosadigan biron erkak yo xotin chiqqan emas shu mahalgacha. Qavmingiz iymonli odamlar ekan, dedi shayx. O'g'lim, ayolingizni so'radingizmi? U kishi mabodo erkaklar hammomiga bormaganmikin? Abdurauf ajablanib yelka qisdi. O'ylandi. So'ramadim pirim. Erkaklar hammomiga bormaydi. Qishloqda 2 murcha bor. Biri mardona, biri zaypana. Hafta o'tib enam, qizim uchovi borib turishardi. Ma'qul. Xo'sh, og'a inidan bormi? Abdurauf shayxning muddaosini angladi. Xayoliga shuvullab balog'atga yetmagan ukasi Abduqodir keldi. Inimiz bor pirim, ammo ul hali yosh,
14 ga chiqayotir. Yangasini o'zining tuqqan enasidek ko'radi. O'z og'asiga xiyonat qilsa ko'r bo'lar. Barakalla. Xo'sh, zaifangiz beparvolik oqibatida o'shal iningizning liboslarini kiygan bo'lishi mumkinmi? Abdurauf angrayib qoldi. U to'pori qishloq bolasi edi. Shayxning so'rog'idagi pinhoniy ma'noni anglamadi. Kiysa kiygandir, dedi ko'z oldiga yig'lab qolgan ukasi kelib. Mol-polga qaraydigan bo'lsa, xotin mening to'nim bilan bo'rkimni kiyib olardi. Otasi, men siz bo'ldim, endi otingiz tepmaydi deb kulardi. Abduraufning ruhi tushib ketdi. Tag'in oq kigizni tirnoqlab sukutga cho'mdi. Menga qarang, yigit. Ko'nglingiz ne deydi? Ayolingizni zino qilganiga iymoningiz komilmi? Abdurauf cho'ziq uh tortdi. Ishongim kelmaydi. Ishonmay desam, oldida dalil turibdi. Ishonay desam, guvohim yo'q. O'zi bo'yniga olmadi. Bolaning otasi betayin. Qishloqda turishga betim chidamadi. Bosh olib chiqib ketdim. 27 yoshimda tirik murda bo'lib yuribman. Enamning holi ne kechdi? Yolg'iz jigarim bilan ana bu 3 go'dakning holi ne kechdi? Hazrat ko'zini yumib mushohadaga berildi. 4 unsurni o'yladi. 7 iqlimni, nosut olamini, lohut olamini kezdi. Butun quvvai hofizasini jamlab, bu yigitning boshiga tushgan fojianing sharhini izladi. Ko'z oldidan yoshligida o'qigan kitoblari, valiylar bilan bo'lgan muloqotlar o'tdi. Shayx Samarqandda, so'ng Buxoroda Piri Komil hoji Yusuf Hamadoniy xonaqohida ta'lim olar ekan, pirga hamroh bo'lib Shom va Iroqdan Bag'dod va Kashmir eligacha kezib chiqdi. Bu sayohatlarda yuzlab roviylarni uchratdi. Ular orasida sarbozlar, qushchilar, sobiq shahzodalar, qarg'ish tekkan odamlar, kofirlar, mayxo'rlar, bir tunda mislsiz boy bo'lib qolgan gadolar, bir kechada taxtdan ayrilgan sultonlar, ahli ayolini qimorga boy bergan badbaxtlar, ishq o'tida telba bo'lgan mashrablar. Alqissa yulduzdek behisob kimsalar bor edi. Ularning tundek qaro, tog'dek og'ir, zahardek achchiq qissalari to hanuz shayxning ko'ksida qat-qat bo'lib qatlanib yotibdi. Mazkur baxtqarolar ichida mana bu Abduraufga o'xshagani yo'qmidi? Bor bo'lsa, u ne degan edi? Hazrat ko'zini ochib yigitga qaradi. Abdurauf hamon kalla solib hayot mamotini shayx ixtiyoriga topshirgandek qilt etmay o'tirardi. Shayx tag'in butun zakovatini jamlab, bu mushkul muammoni mantiq ilmi asosida tahlil etishga kirishdi. Ayolidan ko'ngli to'q, inisidan gumoni yo'q. Ayol zinokor emas. Zino qilgan ayol taloq so'raydi. Yoxud aybini yopmoq qasdida boladan qutulishni o'ylaydi. Makkora bo'lsa, kishisi yo'q paytda xiyonat qilib qo'lga tushmasdi. Zinokor ayol erining burnidan ip o'tkazib yuradi. Uyda o'tirib ham begona erkakni qabul qilaveradi. O'shal Bag'dod savdogarining xotiniga o'xshab. Hazratning ko'z oldiga Abduraufning xotini keldi. U 4 bolasini bag'riga bosib bo'zlab turar. Imdod bering, pirim. Menda gunoh yo'q. Mana bu qora ko'zlarni tirik yetim qilmang, deya qo'l cho'zib nola qilardi. Voqealar tasbih donasidek bir-bir o'tyapti.
savdogarning xotini haqidagi qissa boshqa bir hikoyatga turtki berdi. Ittifoqo shayx shukrilloh dedi ohista. Uning tarang tortgan qoramtir yuzi yorishdi. Shayx tugunning uchini topgandek edi. Yodiga o'smirligida o'qigan risola tushdi. Hakim Luqmonniki edi va yo biron avliyoning bitiklari edi. O'sha risolada hikoyat qilishlaricha, bir shohning bokira qizi homilali bo'lib qoladi. Shoh qizini o'limga buyuradi. Ammo yaxshi odamlar qiz o'rniga boshqa gunohkorni o'ldirib, qizni sahroga eltib tashlaydilar. Ko'p yillar o'tib, qizning begunohligi ma'lum bo'ladi. Uning iffat pardasiga begona tosh tegmagan ekan. O'zingizni qo'lga oling, o'g'lim, dedi shayx. Ayolingiz zino qilgan emas. U bir tasodif qurboni bo'lgan muslima ekan. Hakim Sulaymon yalt etib hazratga qaradi. Bibi Maryammi? Ruhdan oziq olib, yo'q. Bibi Maryam emas. Bibi Oyshadek Allohning suygan bandasi. Bu olam sirlar olami. Insonning gavhar qatradan paydo bo'lishi, aning surati, siyrati jisman yo'qolsa-da, ruhan abadul abad barhayot bo'lib qolishi sir emasmi? Bu asrorni 100 ming Luqmoni hakim bir bo'lib 1000 yilda yecha olmas. Darvoqe Abdurauf. Labbay pirim. Ul begunoh norasidaning ismi G'aybullo emasmi? G'aybullo pirim, G'aybullo, dedi Abdurauf entikib. U shayxning karomatiga endi astoydil ishongan edi. Axir o'zi aytmadi bolaning ismini. Avliyo-da, avliyo bo'lmasa dabdurustdan qandoq biladi? Ayolning pokdomonligiga endi shayxda ham gumon qolmagan edi. G'oyibdim bo'lgan G'aybullo. Inshaalloh biz go'dakning otasini topqaymiz. Siz sabr aylang. Biz safardan qaytaylik. Andan so'ng turg'on yeringizga borib tahqiq etgaymiz. Men eson-omon qaytishingizni kun-tun yaratgan egamdan tilab o'tirgayman, pirim. Abdurauf tizzasiga suyanib asta turdi. Asosini oldi-da, sharpadek sudralib chiqib ketdi. Bobo mochin kirib bir chetga o'tirdi. Shayx Sulaymonga qarab dedi: Men o'shal go'dakning sababkorini ko'rgandek bo'ldim. Miqti, qora soqol yigit ekan. Bog'da o'roq ko'tarib yuribdi. Demak, ul zaifa Bibi Maryam emas ekan. Yo Alloh. Hazrat Sulaymonning qitmirona luqmasiga e'tibor qilmadi. Bir gap aytmakka shaylanib, labini juftlab turgan bobo mochinga o'girildi. Boboqul, ul nechu xabarki aytmoqqa oshiqasiz? Shayxim, Ashrafxon qozi bir fitnaga bosh bo'lib kelayotir, dedi bobo mochin va iqonda oqsoqolning bog'ida eshitganlarini qisqacha aytib berdi. Sezib yuribmiz, dedi shayx bosh silkib. Necha kundirki qozi sertavozi bo'lib qoldi. Dushmaning xushomatga o'tsa, hushyor bo'lmoq kerak. O'shal mulla nomo yigit Savronlik Mavlud qori ekan. Qo'ynidagi fitna xatini o'qish chorasini ko'rgan edim, quyrug'ini tutqazmay ko'zdan g'oyib bo'ldi, iblisning bolasi. Shayx bobo mochinning yengiltaklik qilmoqchi bo'lganidan ranjidi. Vazningiz 7 put, boboqul, fe'lni ham vazmin qiling. Qo'lga erk bermakdan burun
aql gavharini o'rtaga qo'yib mushohada aylamak lozim. Qozi Kalon Mahmudxon bilan oramizni buzmoqchi bo'lgan ekan, demak o'ziga shul yumushni munosib ko'ribdir. Odamlarning eng yomoni kim? Dedi sahobalar. Ikki mo'minni gijgijlab urushtiruvchi ummatim, dedi Haq Mustafa. Innamo al-amal bin-niyya. Neki qilsang, mukofotini olgaysan. Qarang, qori bilan Qozi Kalon bezovta, jonida halovati yo'q. Shuning o'zi alarga jazo emasmi? Samarqand olis. Kamida tag'in bir oy yo'l bosamiz. Ular tiq etgan tovushdan cho'chib, azobi jon ichinda o'rtanib yuradilar. Bundan ortiq ularga ne jazo kerak, boboqul? Bobo Mochin mundoq o'ylab qarasa, Hazratning gapida teran ma'no bor ekan. Men xomkalla bilmasdan qoriga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan ekanman-da, deb o'ylandi Bobo Mochin. Endi indamayman. Lekin har qo'nalg'ada bir ko'rib, qalay, qori yigit yukingiz og'irlik qilmayaptimi deb tegishib qo'yaman. Jonini hovuchlab yursin. Afsuski, Bobo Mochin Mavlud qorini qaytib ko'ra olmadi. U qozining maslahatiga ko'ra shayx karvonidan ajrab qoldi va O'trordan Samarqandga ketayotgan savdogarlarga qo'shilib, to'g'ri Mahmudxonning huzuriga yo'l oldi. Hazrat O'trorda bir kun turib,